akalar, qaram aytlarim, sharoitlar yaxshimi? Sho'tir akalar yaxshi olib keldim akalar. Mana akalar, xudo xolasa nasib qilsa chegaraga yetib keldi akalar. Xos tamojachilar mana o'tib qolgan. Ibrohim bo'ladi, men shu yerdan представитель bo'laman akalar. Chegarada bizning parol Ibrohim Muzaffar akalar. Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham. Chegarada kamchilik bo'lsa, bir narsa bo'lsa akalar, bizlarga aytlar. Mayli, bizning vazifamiz xudo chegarada o'tkazish. Dokumentlaringiz yaxshi bo'lsa, biz qarab o'tib ketamiz sizlardan birga. Agar dokumentlaringiz bo'lmasa akalar, bizlar javob bermaymiz, sразу aytib qo'yamiz. Biz dokumentga bosh aralashmaymiz. Ichkaridagi man bilan sheriklarim bo'ladi yoningizda akalar. Bergan pullaringizga, xizmatlarimizga rozi bo'lasizlar. Xudolar yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Vizitkalar berildim akalar, hamma gap boshqalar. Xudolar kelishdan telefon qilib kelaverasizlar. Keyin akalar, oxirgi masala hozir anaqada Samarqandda vokzal almashdi. Hozir yangi avtovokzalga o'tdik, xudo xolasa. Hozir chetga kiramiz inshaalloh. Eski vokzal yopildi. Men tanishlarga, sheriklarga aytib qo'yinglar, shu keyingi safar kelayotganda avvora bo'lib kelmasinlar. Cho'ponatadami? Yangi vokzal qayerda? Adreslar hammasini tushuntirib yuboramiz akalar. Keyin dokument bo'yicha akalar, 1 oyliklar faqat pasport ko'rsatib o'tib ketamiz. Hech qanday dokument kerak emas. 3 oyliklarda RFK qog'oz kerak. Onlayn ham bo'laveradi akalar, telefonda ham o'taveradi bu narsa ham.